Chekish sog'lig'ingizga zarardir, lekin kallaksa qilish foydali. Yoshlikni eslab bir yasharar ekanmiz-da. Mana bu O'zbekiston sigareti borligini bilarmidinglar? Birinchi nav filtrli sigaretlar Toshkent tamaki fabrikasida 81-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana yana o'sha davrda kosmos sigareti Klass Pervi. Bu kosmos chakkallar to'g'ri kosmosga uchishgan bo'lsa kerak o'zi ham. Mana mashhur Rodopi sigaret. Rodopi sigaretlarni legendasi bo'lgan. Eslaganlar bormi? Yon tarafida tangani rasm bo'lardi. Gap bo'lishi mumkin emas. Novust o'z davrining mashhur sigareti bo'lgan bu ham. Kemalni bilmaganlar bo'lmasa kerak. Kemal shu darajada mashhurligidan uni mamlaqa pepelnitsalari ham ishlab chiqarilgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Doyen sigareti. Bu qanchalik mashhur bo'lganini o'sha davrda akalar bilishadi. Palmal mashhurlikda tengi yo'q. O'zingizlar bilasizlar. Palmal 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan. Hamma biladi. Mana Palmalning sherigi Rotmans Kingsay. Nimaga Palmal sherigi deyapman, qaranglar. Rotmans of Palmal. Bular ikkalasi bitta firmada ishlab chiqarilgan bo'lgan. Vave bilan West eslaganlar bormi? Bu ikkalasi ketma-ket chiqib kelib o'sha paytda mashhur bo'lishgan. America Blend. Amerikada ishlab chiqarilgan ekan. Astra sigaretlarning ichida eng mashhuri bo'lgan. Buni qaranglar. Bu ham Toshkent tamaki fabrikasida ishlab chiqarilgan. 3-klass ekan bu. Bahosi 40 tiyin bo'lgan bor yo'q. 40 tiyin bo'lsa ham shu tigilli bo'yidan mashhur bo'lgan bu Astra. Astradan keyin ham saraton chiqqan edi. Saraton ham rosa mashhur bo'lgan. Yosh ulug'larimiz yana bitta sigaretlaridan Karbon mashhur bo'lgan. Quyosh rasmi bo'lardi. Mana sigaretlarning eng krutoyi Marlboro bo'lardi. Reklamasi esinglardami? Shlappa kiyib olgan kovboy otni reklama qilgan edi. Marlboro shu darajada mashhurligidan buni anaqa sajgalkalari ham ishlab chiqarilgan ekan. Marlboro sigaretlarning eng krutoyi bo'lgan. Bu o'sha davrda gogurtlari esinglarda bo'lsa. Ghost 85-yilda ishlab chiqarilgan. 1 kopeyka bo'lgan ekan. Bunaqa chiroyli gogurtlar ishlab chiqarilgan o'sha paytda. 77-yillik ekan. Voydod. Lucky Strike eslaganlar bormi? Bu ham rosa mashhur bo'lgan. Mashhurligidan buni mamlaqa briloklari ham ishlab chiqarilgan. Biz maktab payti shunaqa breloklarni shimimizga osib yurardik. Buni qaranglar. Город Герой Volgograd. Hoppa. Yashil gogurt esinglardami? Payin ham mashhurlikda cho'qqisiga chiqib ketgan. Bu ham mashhurligidan mamlaqa briloklari ham ishlab chiqarilgan ekan. Eski gogurt qaranglar. Spichka ne igrushka. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana sigaretlarning podshosi Xon shu darajada mashhur bo'lganki, hatto uni mamlaqa gogurtlari ham ishlab chiqarilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Har safar video qo'yganimda sotiladimi, narxi nech pul deb so'rayotganlarga albatta sotiladi. Muzeyimdagi butun kolleksiyalarim sotiladi. Faqat hozircha kolleksiya qilyapman. Keyinchalik sotishni boshlaganimda narxlarni yozib qo'yaman. Sizlar kuzatishda davom etinglar. Voydod, bularning yoshligini eslatib turishini qaranglar. Qaysi biri ko'proq sizlarning yoshliklaringizni eslatib, kommentariyaga yozib, bitta like bosib, qolganlarga ham yuborib qo'yinglar. Ular ham yoshliklarini eslab, yosharib yurishsin.